Yosh avlodni ona vatanga muhabbat va sadoqat, buyuk bobokalonlardan faxrlanish ruhida tarbiyalashda Temur tuzuklari asarining o'rni beqiyosdir. Temur tuzuklarda ilm-fanga, yosh avlodning diniy va dunyoviy bilimlarini mustahkam o'zlashtirishlarga alohida e'tibor qaratilgan. Yangi O'zbekistonimizda ham maktablarga sohibqiron nomi berilib, Temur tuzuklari o'qitilib kelinmoqda. Biz Temurbeklar maktabi o'quvchilarimiz. Hozirgi kunda yurtimizda 5 ta Temurbeklar maktabi mavjud. Temurbeklar maktabida barcha fanlar zamonaviy, innovatsion uslubda olib boriladi. Buyuk sarkarda Amir Temur bobomiz davlat boshqaruvida qonun ustuvorligi va aniqlikni xush ko'rib, aniq fanlar rivojiga hissa qo'shgan. Temuriylar tarixi maktabimizning har bir binosida aks etib turadi. Mana bunga o'zingiz guvohsiz. Amir Temur saltanatida xorijiy tillarni bilishga ham e'tibor yuqori bo'lgan. Bizning maktabimizda esa hozirda aksariyat yoshlarimiz bir nechta chet tillarni egallab ulgurishgan. I respected all nations, Turkish, Persians, Arabians, and leaders of the who well wishes to me. Temuriylar davrida askarlar doimo jismoniy va jangovar shay bo'lishgan. Biz yoshlar ham maktabimizda yaratilayotgan sharoitlardan unumli foydalangan holda bo'sh vaqtimizni sportga bag'ishlagan. Naslimiz Bohur avlodi, Najmiddin Kubroning so'nmas mayog'i qalbimizda porlar. Jaloliddinning mangulik mash'ali, nomusi ori, ibrat berur ajdodlarning maktabi, tahsilimiz Temurbeklar maktabi.